Assalomu alaykum. İşimizni yana boshlab oldik. Bu Damas Cobalt Damas avtomobilimizga mana hozir 65 talik bilan qo'yib berdik. Metan o'rnatib berdik. Regulovkalarni qilib pulchatlarni chiqarib qo'yib knopkalari bilan yoqqanda qancha bo'lgani ko'rinadi. Kamayib oxiri qizilchaga tushib qoladi. Tugaganini bildiradi. Glide reduktor bilan chiroyli qilib o'rnatib berdik. Tomonda yana Cobalt Damas Cobaltimizga 90 talik qo'yib berilyapti. Tagiga shumkalar qilib qanday ukajon, bizni xizmatlar yoqdimi? Avvalambor assalomu alaykum. Xizmatlaringizga gap bo'lishi mumkin emas. Biz mana Samarqand viloyati Pazarg'on tumanidan keldik. Shu odamlar ozroqgina yo'liga erinmasa, kelsa bo'ladi. Yaxshi xizmat ko'rsatishdi. Misol uchun bir joyda 4 millionga qo'ydirgandan ko'ra, kelib o'sha 2,5 million yo 2 million 300 dir. O'shani qo'ydirib, sifatli narsani qo'ydirishni tavsiya qilaman. Mana biz hozir mashinamizga qo'ydirdik. Yurishlari juda ajoyib. Nima deymiz? Yurishlari hamma narsasi yaxshi. Benzinday tortar. Benzinday tortyaptimi? Obunachilaringizga, o'sha bizlarni ko'rib borayotgan, ijtimoiy tarmoq orqali ko'rayotgan insonlarga kelishini tavsiya etamiz. Xizmatga gap bo'lishi mumkin emas. Alloh razı olsun. Salomat bo'linglar. Rahmat sizlarga. Rahmat sizlarga.